Millatlararo do'stlik va birodarlik rishtalarini yanada mustahkamlash yo'lida mamlakatimizda qator tashabbuslar amalga oshirilmoqda. Xususan, qo'shni davlatlar bilan madaniy hamkorlikni kengaytirish, o'zaro tajriba almashuvini yo'lga qo'yishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Namangan viloyati madaniyat boshqarmasi tashabbusi bilan Qirg'iz Respublikasining bir guruh musiqa va san'at maktabi o'qituvchilari hamda o'quvchilari Kosonsoy tumanida mehmon bo'lishdi. Ushbu ijodiy uchrashuv ikki ta'lim muassasasi o'rtasida imzolangan memorandum doirasida tashkil etildi. San'at va madaniyat xalqlar o'rtasidagi do'stlikni mustahkamlashda muhim ko'prik vazifasini o'taydi. Namangan viloyatining Kosonsoy tumanida tashkil etilgan ushbu ijodiy uchrashuv ham ana shu ezgu maqsadlarga xizmat qildi. Qirg'iz Respublikasining Olabuqa tumanidagi bolalar san'at maktabi hamda Kosonsoy tumanidagi 4-sonli bolalar musiqa va san'at maktabi o'rtasida imzolangan hamkorlik memorandumi doirasida ikki tomonning ta'lim va ijodiy jarayonlari o'rganildi. Uchrashuvda musiqa va san'at ta'limi sohasida xalqaro hamkorlikni yanada rivojlantirish, zamonaviy pedagogik usullarni joriy etish hamda ta'lim sifatini oshirish masalalari muhokama qilindi. Dars jarayonlari tahlil qilinib, mahorat darslari tashkil etildi. Ishtirokchilar, jumladan Arzigul Makambayeva va Kosonsoy tumanidagi 4-sonli bolalar musiqa va san'at maktabi o'qituvchilari o'zaro tajriba almashdilar. Ayniqsa Arzigul Makambayevaning ijro texnikasi barchada katta taassurot qoldirdi. Азыр биз ушул жерде мастер-класс кылып өзүбүздүн рубабты ойноп беришти. Мен мына кыргыздын эл аспабы комузду ойноп бердим. Бизде техникалык күн ойнодук, кол ойнотмо. Көбүнчө ошол биздин Атай Огонбаев атабыз ойногон техниканы колдонуп, кол ойнотмо, желкеге чыгарып, жерге түшүрүп, ушундай техниканы колдонуп. Tadbir doirasida mehmonlar uchun ko'rgazmalar tashkil etildi. Unda amaliy san'at namunalari va hunarmandchilik mahsulotlarining tayyorlanish jarayonlari namoyish etildi. Shuningdek, ezgu niyatlar ila ko'chatlar ekish aksiyasi ham o'tkazildi. Olabuqa tumanidagi bolalar musiqa san'at maktabi bilan Kosonsoy tumanidagi 4-sonli bolalar musiqa san'at maktabi o'rtasida hamkorlik memorandumi imzolangan edi. Bundan maqsad ikki davlat o'rtasida madaniy hamkorlikni rivojlantirish, o'zaro fikr almashish, metodik almashish hisoblanadi va bu boshlanishi Namangan viloyatida. Biz kelajakda Tojikiston bilan, Qozog'iston, Rossiya, Belorussiya va boshqa davlatlar bilan yana hamkorlik memorandumi imzolaganmiz. Ayniqsa Turkiyaning Antalya shahri bilan. Bu 2026-yilda shu xalqaro mehmonlarni kutish va o'zbek madaniyatini ko'rsatish maqsadimiz bor. Tadbir yakunida ishtirokchilar uchun boy va mazmunli konsert dasturi namoyish etildi. Unda ikki xalqning milliy musiqa va ijro san'ati uyg'un holda taqdim etilib, madaniy hamkorlikning yana bir yorqin namunasi namoyon etildi. Shuningdek, mehmonlarga esdalik sovg'alari topshirilib, do'stlik ramzi sifatida o'zaro iliq tilaklar bildirildi. Bu kun Xulkar Ismoilova, Namangan.